Qani mana zona yopiq, yangi yo'lga yurib откапка qilib ko'ramiz. Hozircha asfalt yotqizilmagan ekan. Mana mashina o'tgan bosma yo'l ancha tekis, chunki hali yomg'irlar yog'ib, astoydil yomg'irlar yog'sa keyin yama bo'lib ketadi-yu. Lekin hozir zo'r. Yaxshi tomoni mana shu faslda chang ham yo'q. Mana zo'r. Движение kam. Zaten men bu yerda hozir zonani yarim soat, 1 soat kutmaysan, ishing shoshilinch bo'lsa, muqobil zapasnoy yo'lga sovuraverasan. Zo'r. Mana shunga jonbozlik qilgan, asosiy hissa qo'shgan Ergashev aka-uka Ergashevlarga, xususan Xurshidbekka rahmat. Menimcha har bir o'tayotgan yo'lovchi, ishi tig'iz yo'lovchi rahmat aytayotganini o'zlari ham sezib, nafaqat qulog'i bellarigacha qizib ketayotgan bo'lsa kerak. Orqamizda, aytmoqchiman, oldimizda mashinalar ketyapti. O'zimizda kichik bir mitti perval bo'ldi-da endi. Oldimizda 4 ta mashina o'tib ketyapti. Kecha yomg'ir yog'gani hisobiga chang mana ko'tarilgani yo'q. Shunisi juda ham yaxshi. Endi yozgacha asfalt yotqizilsa, keyin changdan ham qo'rqmaymiz. Juda ham zo'r. Men bu yerda to'g'rida nima, qanaqa u ko'prik, ishlaydigan ko'prikmi yo o'lganmi? Ishlasa kerak. Пешеходный-da? Пешеходныйmi? Tushunarli. Chapga yurdik va asosiy hozir yo'lga tushamiz. Bu yerda endi o'nta zonani ishchilarini yoki ko'rgan kiyarlarni mashinasi bo'lsa kerak-ya. Shunaqa bo'lsa kerak. Mana chapda zona yopiq. Biz esa aylanma yo'l bilan yana o'z yo'limizga tushib ketdik. Yo'nalishda davom ettiramiz. Zo'r.